Assalomu alaykum, bizlarni vatanda safarda ko'rib turgan saxovatli aka-ukalar, hamda opa-singillar. Mana azizlar, Hamza degan bir yosh bolani, ya'ni 2 yoshli bolani videosi juda keng tarqaldi. Ya'ni bu bolaga SMA degan diagnoz qo'yilgan. Buni davolash uchun juda katta miqdorda, mana otasini aytishi bo'yicha 170 million so'm pul kerak ekan. Shuning uchun butun Qirg'iziston xalqi, ya'ni shu jumladan Hadiya fondi jamoasi ham befarq bo'lmasdan bu holatga qo'ldan kelganicha o'zimizni yordamimizni berishlik maqsadida shu yerga kelib turibmiz. Biz shu 2 yoshli Hamza degan vatandoshimizni, ya'ni shu go'dak bolani hayotini saqlab qolishlikka sizlardan o'z hissalaringizni qo'shib qolishinglarni so'ranib qolamiz. Alloh taolo qilgan ehsonlarimizni o'z dargohida qabul qilsin. Mana shu go'dakni ham Alloh taolo o'zi shifoi komil berib, tezda ota-onasini bag'riga qaytishini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. İşler yaxshi maşallah. Orada qolmasa, Hadiya fondi. Maşallah. Sizlar ham bunda jo'n qarab o'tirbadingizlar, maşallah. Hadiya fondi doim shu ko'rib yuramiz internetdan. Qayrimduluk qilib yurgan bular to'pda. Ruslan. O'sha Hamzaning otasi ushul yigit. Kuyshukni ushul yigit tartibida. Allah shifo bersin. Allah kuch-quvvat bersin. Hech kimni balasini o'rtpasin-da. Balani hech qachon chingirtpasin ekanda. Balaning chingirig'idan biz chidaydi ekanmiz-da. Ayol kishi chidashi mumkin, biroq erkaklar vobshe chidaydi ekanmiz. To'g'ri. Alloh taolo o'zi shifoi komil bersin. Inshaalloh tez kunlarda davo topib, bag'ringlarga qaytib inshaalloh biz shuni tilaydoshimiz. Bizni ko'rib turgan hamma aka-ukalarga, butun O'zbekiston bo'ladimi, Qirg'iziston bo'ladimi, shu holatga befarq bo'lmasdan shu oilaga, shu musibat ko'rib turgan oilaga o'z yordaminglarni qo'ldan kelgancha yordam berishinglarni so'rab qolamiz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hadiya fondi. Hadiya fondi. Azizlar, mana shu o'zini M-bank raqamlari 0709 bilan 74 84 81 ekan. Imkon qadar befarq bo'lmasdan shu hisob raqamiga solsanglar, inshaalloh to'g'ri o'zini otasini hisobiga tushadi. Alloh taolo qilgan ehsonlarimizni o'z dargohida qabul qilsin. Qiyomat kunida boshimizga soyabon qilsin. Jannatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lishni nasib ro'za aylasin. Hech kimi farzandi kasal bo'lmasin.